Bir salavatni o'qidik, esingizda bo'lsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallam. Man lazama kulla yawmin marratan wahidatan la yakhruju min ad-dunya. Agar bir odam shu salavatni har kuni bittadan o'qiysa, bir dona o'qib qo'ysa, yoki namozdan keyin 5 vaqt namozdan keyin bir donadan o'qib qo'ysa, inson dunyodan vafot bo'layotgan daqiqada Azroil alayhissalom bizga yo'liqayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari kelib turar ekanlar. Nima deydi? Ya fawza man yusalli kulla yawmin ba'da salatil maktuba. Farz namozdan keyin bitta o'qib qo'yayotgan, ey zafar topgan odam.